Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan qon bosimi o'zgarishidan kelib chiquvchi asoratlar va qon bosimini o'zgartiruvchi omillar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Yuqori qon bosimi gipertoniya. Yuqori qon bosimi yurak xuruji va insult xavfini oshiradi. Shuning uchun muntazam nazorat qilib turish juda muhim. Past qon bosimi gipotoniya. Past qon bosimi bosh aylanishi, uyqusizlik va hatto hushdan ketishga olib kelishi mumkin. Stress va asabiy holat. Doimiy stress qon bosimining keskin o'zgarishiga olib keladi. Asabiylikni kamaytirish sog'liq uchun foydali. Ortiqcha vazn, semizlik qon bosimini oshiradi va yurakka ortiqcha yuk bo'ladi. Salomatlik uchun ortiqcha kilolardan xalos bo'lish zarur. Noto'g'ri ovqatlanish, sho'r va yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qilish qon bosimini ko'tarishi mumkin. Sabzavot, mevalar va sog'lom taomlar qon bosimini normaga keltiradi va bu to'g'ri yo'ldir. Irsiyat, qon bosimi kasalliklari ba'zi hollarda nasldan naslga o'tadi. Kam harakatli turmush tarzi, jismoniy faollik yetishmasligi qon bosimini oshiradi. Kunlik piyoda yurish va yengil mashqlar salomatlikni mustahkamlaydi. Qandli diabet qon bosimi bilan uzviy bog'liq. Shakar darajasi yuqori bo'lsa, qon bosimi ham xavfli darajada o'zgarishi mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, qon bosimini doimiy nazorat qilib turishimiz bizning sog'lig'imiz uchun foydali va kutilmagan asoratlarni kelib chiqishini oldini oladi. Shuning uchun har doim qon bosimingizni yotishdan oldin va tongda o'lchatib turishingizni maslahat beramiz. O'zingizni ehtiyot qiling, Nodir Shifo kanaliga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.